Okalar, assalomu alaykum. Mana biz hozir Allohning mo'jizasi asallarni ko'rish keldik. Mashalloh. Rasplotlar hamkalar. Asallar mana sekin boshlayapti aralarimizni. Asalni ko'rsataman. Okalar ikkinchi yashigimizni ochyapmiz, xudo xolisa. Mashalloh. Voy, mashalloh. Asalni qaranglar, mana. Okalar kimga qiziq bo'lsa, kommentariyada yozsanglar, arilarni, asalni olishni kim o'rganmoqchi bo'lsa, kim yo'lga qo'ymoqchi bo'lsa, xudo xolisa yo'l yo'rig'ini ko'rsatamiz inshaalloh. Kimga qiziq bo'lsa, bitta shuncha mehnatimizga okalar bitta like bosib qo'yasizlar, obuna bo'lish esdan chiqmasin okalar. Qilayotgan kontentlarimiz hammasi xalq uchun. Tabiiy asal yeyman deydiganlar murojaat qilinglar, xudo xolisa toza asal o'zimizdan mana. Mana okalar, mashalloh. Bolalayapti asallarimiz. Asal yig'yapti Asal ikkinchi yig'yapti kachkaga. ikkinchi kachkalaga. Voy, mashalloh. Sizlarga kadr orqasidagi insonni inshaalloh hali ko'rsataman, xudo xolisa. Butun xalqimiz taniydigan, el suygan odam. Faqat sizlarga hozircha sir. Xudo xolisa, o'zi vaqt soati keladi, inshaalloh ko'rsatamiz, xudo xolisa. Voy, mashalloh. Asal. Voy, mana. Asallarni ko'ringlar, mana teshikchilarida asallarni yig'ib qo'yishyapti asallar. Aralarimizni. Boshqasini ko'rsataman hozir. Mana shunaqa. Bo'lsa zo'r. Inshaalloh. Mana okalar. Asal yig'yapti, bolalarga. Mashalloh. Mana. Voy, mashalloh.